Çıldır. Bir eshik bizga taalluqli emas. Mana shunday uyda o'tiribmiz. Oddygina cholg'ur deganday. Bolalar nafaqasi bo'yicha mahallaga murojaat qilganimda svet yo'q, qorong'ida. Svet yo'q, qorong'i. Devorlar narxi bitib ko'rinadi. Degan. Ya, oshxonacha o'zicha. Mana biz svetlarni ushlasa bacharadan qo'rqaman, mana to'rtta. Montaj qilolmadik. Bacharadan qo'rqaman, xavfli. Bolalar nafaqasi bo'yicha arza topshiraman. 8 oydan beri rad etadi, topshiraman. Rad etadi. Uyga chiqib anig'ini bilsam, meni hokim yordamchisi, mahalla raisi, uchastkovoy noziri, xotin-qizlar raisi meni uy-joy bor qilib, chorvasi bor qilib, yana uy-joy bo'yicha tomorqasi bor qilib, kambag'allik reyestridan chiqarib yuborgan ekan. Keyin bilib qoldim nafaqa nima uchun rad etilayotganini. Deb kambag'allik reyestridan chiqarib yuborib, meni rosa qiynagan ekan 8 oydan beri. Mana legal produktga zor bo'lib, nonga zor bo'lib o'tiribmiz. Shularning mukofoti bizlarga berilgan. Shularning evaziga biz qiynalib yuribmiz mana. Rohatini ko'rib deganlar. Mana mendan uzoqlamas mana. Idoraning oldida o'tiraman. Qo'shnim raislar. Yonma-yon o'tiraman, lekin biron marta holing nima deb so'ramaydi. Mana idora. Ko'p murojaat qilaman mana shu idoraga. Uchastkovoyimiz ham, mahalla raisimiz ham biz bilan birga. Mana uchastkovoy xonasi. Ay xudoyjonim, orqasida odami yo'q. Bu qonun qoidani bilmaydi, bu bechora kambag'al deb har kuniga hisob yotibdi. Mahalla raisimiz ham, hokim yordamchisi ham, hokim yordamchisini mahallamizning rais qo'lidan o'tyapti ko'bisi. Murojaat qilaman, murojaat qilgan yerimda aldab delasini javob beradi. Murojaat qilaman, degan yerimda aldab delasini javob beradi. Biron marta bironta xodim kelib mening uyimga kirib, ko'rib, o'zimdan so'rab, yashash sharoitimni o'zimdan aniqlik kiritmaydi. Faqat shularning javobi bilan meni rad etib beryapti hamma narsa. Mana xo'jayinim bugun 4-kunmi, 5-kunmi yana buyragi og'rib azobini ko'rib yotibdi. Shuni doktorga olib borib kelolmayapman, sharoitim yo'qligi uchun. Mayli yotqizib davolatib kelmasam ham operatsiya qilish kerak edi. Nima bo'ldi, holini bilib kelolmayapman. Ko'rpasidan chiqarib yuborgan. Ko'rpa muddati o'tib ketdi. Sharoitimiz to'g'ri kelib, shuni ham to'g'rilay olmadik. Shunga ham yordam qilolmadik. Nafaqani uzib tashlagan.
degan xodimga bitib jo'natib bersa. Shu mahalla raisimiz. Hammasi har tarafda musorlar to'kib tashlagan. Bir og'iz gapirmaydi. Ey, shur. Negayam bironta banda yashaydi, odam yashaydi. Bunday qilmagin demaydi mani deydiga. Odamlarga. Uyning oldigacha musorab to'kib tashlaydi. Mana bitta hojatxona solib ololmayman 4 ta g'ishab deb. Pulim bo'lsa o'zim uchun qilaman-ku shu narsani, sharoitim bo'lsa. Nima uchun menga bunday qiladi? Shu uy joyimda chiqarayotgan chorvamni, qaniydi tomorqalarimni chiqarib bersa-da meni mazza qilib yashasam. Shu mahallaga kunim qolmay. Tiray o'li deydi, qayerga ketib qoldi? Tiri qol. Menga mazza emasmidi shular aytgandek shunday, shuncha narsam bo'lsa shu yerda yashasam. Qaniydi men shularning oldiga borib shularga kunim qolmasa. Ularga kunim qolsa endi o'tirarkan. Mana shu eski bo'lsa ham men shu yerga kirishimga qarshilik qildi. Qarshilik qilishiga qaramay kirdim. Nima qilay? Men qayerdadir yashashim kerak 4 ta bolam uchun. Bir xo'jayinimga qarab bir yarimjon odam qayerga sudrayman? Mana ular montaj qilishga pulim bo'lmagan. Hamma zaxirasi chiqib, bachalardan qo'rqaman, mana shu ushlab oladi. Bilmay qoldim, qayerga murojaat qilishni ham bilmay qoldim. Nima deyishni ham bilmay qoldim. Bironta xodim kelib tinglamaydi, so'ramaydi. Agar bir yo'l-yo'riqda biladigan odamlar bo'lib turib, so'rab izlab kelib, mana shu narsalarni nima uchun sen shunday qilib bir bechora kambag'alni qiynading deydigan bir so'rab keladigan inson bo'lganda bu darajada bitib qolmasmidik?